Hozir o'rta. Mana buni qarang. Voy. Zapalku. Voy. Menga ham o'tkazayapman, voy. Tushunmadim. Tomiy ketganmi sani? Nima qo'l ko'taryapsan menga? Sen tuvar. Nima ish qilib qo'yganingni bilasanmi? Nima qilib qo'yayman? Mana buni ko'r. Sani iflos hazilingni deb uyda guldi oilam bizil sharafasi turibdi. Ayolim meni eshitishni ham xohlamayapti. Menga xiyonat qildingiz. Sizdan buni kutmagandim. Onasi, sen meni noto'g'ri tushunyapsan. Bu og'aylarim hazili, hozir shunaqa narsani chiqib ketgan. To'g'ri tushunga? Hech narsani eshitishni xohlamayman. Siz bilan yashamayman. Hozir qaynatamnikidan kelyapman. Kuyov, uyda guldi xotiningiz bo'lib turib, ikkita farzandingiz bo'lsa, ko'chada harom-xaraj yurishga uyalmaysizmi? Adajon, to'g'ri, siz to'g'ri aytyapsiz. Lekin hozir shunaqa narsalar chiqib ketgan. Bu shunchaki oddiy o'rtoqlarimni hazili. Qo'ysiz-chi kuyov, nima qilasiz menga yolg'on gapirib? Xo'p, adajon. O'g'lim, bu pochchang aytayotgan narsalar nima u? To'g'ri, hozir internetda har xil narsalar chiqib ketgan. Men bir tushunmayman bu narsalarni. Qaynana qaynatam yoshi katta odamlar. Mana bu narsani men tushunarman. Ularga buni qanaqa tushuntiraman? O'rtoq, sun'iy intellekt-ku bu. Hazil edi-ku. Nima uchun vahima qilasan, ha? Sen mana mana shu aytayotgan sun'iy intellekt degan narsa bitta guldi birovni oilasini buzish uchun, bo'lmasa ikkita o'rtoqning o'rtasiga nizo tushirish uchun yaratilmagan. Lekin senga o'xshagan bitta ikkita chichqog'i og'ayni haziliydi-ku bu. Sun'iy intellekt-ku. Oynam uchun vahima qilasan deb og'aynisini yaqinini guldi oilasini buzilishiga sababchi bo'lib qo'yapti. Hazil qilaman demani, lekin bu yog'ini o'ylamayman. Mendan o'tgan bo'lsa, uzr og'ayni. Maylini o'rtoq, lekin bitta narsani bilib qo'ygan. Oshna og'aynichilikda ham, hazilda ham hamma narsani o'zini me'yori bo'ladi. Sen hazillashganingdan keyin o'sha hazillik tufayli bitta oilani buzilishiga sen sababchi bo'lib qolsang, u hazil emas, zil bo'ladi. Zil.